Yurtimizda ayollar nafaqat oilada, balki davlat va jamiyat rivojida ham faol ishtirok etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasi tizimida xizmat qilayotgan ayollar o'rtasida o'tkazilgan balli ayollar ko'rik tanlovi ularning vatanparvarlik ruhini, davlat va qonunni himoya qilishdagi mas'uliyatini yorqin namoyon qildi. Tafsilotlar dastlabki lavhamizdan o'rin olgan. Bahor ilhom va ezgu tilaklar faslidir. Yurtimizda mart oyi boshlanishi bilan bayramlar bir-biriga ulanib ketadi. 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan Harbiy prokuratura tizimida xizmat qilib kelayotgan xodimlar o'rtasida balli ayollar ko'rik tanlovi bo'lib o'tdi. Yangi O'zbekistonning vatanparvar ayollari shiori ostida o'tkazilgan tanlov chinakam bekalarning mahoratini chig'iriqdan o'tkazdi. 7 shart va 17 nafar ishtirokchi har bir shahar va viloyat nomidan ishtirok etayotgan ayollar yuqori darajada faollik ko'rsatib, tomoshabinlarga hatto bayramona kayfiyat ulashishga sababchi bo'ldilar. Ayniqsa Mohir Bekajon shartida ishtirokchilar chevarlik bobidagi iqtidorlarini namoyish etishdi. Unda bahor fasliga hamohang turli gullar shaklini sodda tarzda yaratishdi. Xullas, shu kabi dars, ayol go'zallik timsoli, milliy va zamonaviy raqs, karving san'ati hamda bahrobayt shartlari ham juda qizg'in kechdi. Yakuniy natijalar eng kuchlilarini saraladi. 3-o'rin Farg'ona va Namangan harbiy prokuraturalari vakillariga nasib etdi. 2-o'rinni Jizzax viloyatidan kelgan xodima band etdi. Mutlaq 1-o'rin O'zbekiston Respublikasi harbiy prokuraturasi mahkamasi xodimasiga nasib etdi. Jamoa nishonini oqladim. Kayfiyatli darajada bu tanlovda butun bir respublikani qamrab olganimizdan adashmagan bo'laman. 17 ishtirokchi orasida umuman qo'rquv bo'lgani yo'q, chunki oldingi yil tanlovga qatnashganim uchun hayajon bo'lgan. Ko'rik tanlov yakunida Qurolli Kuchlar markaziy ashula va raqs ansambli tomonidan namoyish etilgan konsert dasturi barchaga bayramona kayfiyat ulashdi.